İslamның nazardagi o'lim nima deganda, İslamның nazardagi o'lim, qarindoshlar, dunyo hayotining tugishi, oxirat hayotininki boshlanishi. Muhtaram jamoat, bugungi xutbamizningki mavzusi hamma insonni, hamma jonliq egisini qayg'uga solgan, qo'rqinchga solgan o'lim to'g'risida bo'ladi qarindoshlar. Albatta biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan o'lim to'g'risida Qur'oni Karimda Alloh taborak va taolo nima dedi? O'limning haqiqiy ma'nosi nima? Bu to'g'rida ulamolarningki tafsirlarini ham Payg'ambar alayhisolatu vasallamningki hadislardan bir necha hadisni bayon qilib, uningdan keyin xutbamizni tugatamiz qarindoshlar. O'lim kelimasini har qanday inson to'g'risini desak anglashni xohlamaydi. Uningdan o'zini qochirdi. Uni anglashdan qo'rqidi. Uni anglab rahatsiz bo'ladi. Unda bo'lgan vaqtida o'lim degan zodi İslamның nazaridagi o'lim nima deganda, İslamның nazaridagi o'lim dunyo hayotining tugishi, oxirat hayotininki boshlanishi. Ya'ni İslam nazaridagi o'lim bütün o insonning hayoti, o jonliqning hayoti tugidi degan ma'noni bermaydi qarindoshlar. Shuning uchun biz islomdagi iymonning 6 ruknlariga nazar soladigan bo'lsak, 6 ruknininki birisi oxirat kuniga iymon keltirish. Oxirat deganlik shu insonningki o'lgandan keyingi hayotining boshlanishi. Shuning uchun bizning ota-bobolarimiz vatanimizda, ulug' vatanimiz Sharqiy Turkistonda mayitlarni dafn qilgan vaqtida fani dunyodan boqiy olamga safar qildingiz dedi. Buning ma'nosi siz bu dunyoda yashaydigan vaqtingiz tugadi. Endi siz oxiratga safar qildingiz. Oxiratdagi hayotingizni yashaysiz demakchi. Uningdan keyin qarindoshlar, albatta o'lim to'g'risida dinimizda nurg'un tafsilotlar bor. O'lim kelgan vaqtida insonning sakaratga tushishi, jonning qanday elinishi, qanday so'roq savol qilinishi, qabriga kelgandan keyin o insondan nimalarning so'raladiganligi. Biz o tafsilotlarga kelmaymiz. Xulosa qilib desak, o'lim degan hayoti dunyodagi, mushu yashayotgan dunyodagi hayotimizning, mashg'ulotimizning tugab, oxirat hayotining boshlanishidan iborat. Hamda muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimga murojaat qiladigan bo'lsak, Qur'oni Karimda o'lim to'g'risida so'zlangan, o'lim to'g'risida o'limning haqiqatini bayon qilgan oyatlar hali ko'p. Uning ichidan bir necha oyatni o'qib o'tamiz, uning ma'nosini qisqacha bayon qilamiz. Alloh tabarak va taolo Qur'oni Karimda deydiki: Allohu yatawaffal anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bu yerda Alloh tabarak va taoloning bizning xoliqimizning qudratini bayon qilib, Alloh shunda deydiki, Alloh bizning xoliqimiz shundoq bir buyuk Allohki, o'lgan vaqtida insonningki jinini alalaydi. Yana uxlagan vaqtida uning jinini olgan bo'lsa-mu, yana uning jinini qaytadan qaytara oladi. Haqiqiy jinni oladigan vaqt kelgan vaqtida albatta uning jini elinadi. Ya'ni mushunchilik inchki darajada insonningki uxlashi bilan haqiqiy o'limi bilan bo'lgan bir holatni ayriyalig'an Allohningki mushu qudrati bizningki tafakkur qilishimizga arziydigan besh. Chuqum aql egillari buningga qarab tafakkur qilish lozim, o'ylash lozim, tushunish lozim, qo'rqish lozim dedi. Shuning uchun qarindoshlar, ba'zi ulamolar hadis deydi: "Men arafa nafsahu faqat arafa robbahu." Ya'ni kimki o'z nafsini tunisa, o'zining Parvardigorini tunaydi dedi. Biz bu nazardan qarasak, mana bu oyatda Alloh tabarak va taolo o'limni ikki xilga bo'lganligini ko'ra olamiz. Birsi haqiqiy o'lim, yana birsi uxlashdan iborat kichik o'lim.
Mana bu yerda oyatda ochiq bayon qiladi. Uxlagan vaqtingizda garchi o'lgan bo'lsangizmi, yana joningizni Alloh ash sizning ajilingiz kelguncha qaytirib berdi. Siz uyqudan uyg'onasiz, natijada hayotingizni yashaysiz. Ammo ajilingiz kelgan vaqtida yana bir oyatda deydiki: "Va la yuakhirallohu nafsan iza jaa ajaluha vallohu xabirun bima ta'malun." Ajali kelgan vaqtida Alloh tabarak va taolo o insonningki jinini oladi. Alloh qilgan ishlaringlarning hammani bilib to'g'uchi, ko'rib to'g'uchi, qarab to'g'uchi deb buni bayon qiladi qarindoshlar. Uningdan keyin jamoatlar deyishi mumkin, diniy olimlar tabliğlarda, xutbalarda hadisa o'limni eslatib bizni qo'rqitadi deb. Herkes undan emas qarindoshlar. Bu yerda bir haqiqat va o haqiqat bo'lsa-mu, o'lim bu barhaq. Buningki diniy ayrımısı yo'q. Buning tabaqa ayrımısı yo'q. Yani tabaqa ayrımısı yo'q deganim boy kambag'al deb ayrimaydi. Yosh qari deb ayrimaydi. Bugun o'lim farishtasi Malakul Maut mishad o'ltag'anlardan o'tab boshqa odamlarning jinni elish uchun ketgan bo'lsa, bir kun keladiki, bizning ishimizdan mush o'ltag'anlarning ichidan birsimizningki jinni elishi mumkin. Onundan keyin qarindoshlar biz o'tab ketgan ömrimizni hozirgacha masalan 50 yoshga kelgan bo'lsak yoki 40 yoshga kelgan bo'lsak yoki 10 yoshga kelgan bo'lsak 15 yoshga kelgan bo'lsak o'tab ketgan ömrimizni hisoblasak, ömrimiz to'g'risida kichkina tafakkur qilsak, o'tab ketib bo'lgan ömrimiz mush ko'zimizni yumib ochqichilik bir sekundlarga barobar kelmaydi qarindoshlar. Bunu hemmimiz bilimiz. Bir kim sorsa neçe yaş gidin dese 40 yaşka, 50 yaşka, 30 yaşka, 15 yaşka deymiz. Şu kelime bilen onu ifadeleyimiz. Ama o 15 yılının, 20-30 yılının kanda ötkenlikini bilmeyimiz. Ama bunundan biz özümüzge bir sual çıkarsak, hem de hazır 40 yaş kelgen bolsam, yani 40 yaş ömrüm var mı yok mu? Dep bunu soruşumuz lazım. Çünkü qarindoshlar hazırki zamandakidek hem narsa insonlarning mashg'ulotlari kameralar orqali internet vasilasi bilan hamma insonlar ko'p ko'ralaydigan vaqtlarda ba'zi odamlarningki mashda birinchi safda turib, ikkinchi safda turib jon uzganlikni ko'ramiz, ba'zi videolarni ko'ramiz. Ba'zi insonlarning mashina haydab ketib berib hodisaga uchrab o'lganligini ko'ramiz. Ya'ni demak bu yerda men o'limni mavzu qilib so'zlashimdagi maqsad biz hayotimizni qadrlaylik demoqchi. Hayotimizninki necha soat qolganligini, necha kun, necha oy, necha yil qolganligini bilmagan bo'lgandan biz qolgan hayotimizni qadrlashimiz lozim qarindoshlar. Uningdan keyin yana ommabop oyatlardan birisida Alloh tabarak va taolo deydi: "Kullu nafsin za'iqatul mauti va innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Yani bu ayette qarindoshlar hayatı dünyanınki mahiyetini, onundan keyin her qandaq insonninki, her qandaq can egisininki vafot topadiganligini, qiyomat kunisi o inson davzaxdan yiroq qilinib jannatga kelgan bo'lsa, o adamninki imtihandan o'tganligini, onundan keyin hayotı dünyanınki, bu dünyanın ma'lumotasininki faqat insonlarning orasida g'urur qilishga sabab bo'ladigan narsadan iborat ekanligini bizga bu mohiyatni, bu haqiqatni bu oyat bizga bayon qilyapti qarindoshlar. Bizning bu dunyodagi o'zimizning topgan mol dunyosidan olgan foydamiz, kiygan kiyimlarimiz bo'lsa, uningdan keyin qilgan yaxshiliklarimiz, bergan sadaqatlarimiz, qilgan yordamlarimiz, qiyinchilikdan qutuldigan qarindoshlarimiz. Bunun əsri, bunun savabı qıldı qarindoshlar. Amma biz malı dünyanı tepib işletemey, Allah bizga bizning ajalimiz kelib o'lib ketgan bo'lsak, bizning malı dünyalarimiz ballarımızga miras qiladi qarindoshlar. O ballarimizning insobiga bog'liq. O ballarımız o malı dünyanı yaxşılıqqa işletemdi, yamanlıqqa işletemdi, onu biz bilmeymiz. Onu biz tahmin qila olishimiz mumkin, ama bunda buludu deb diyemeymiz.
Bunda bo'lgankan qarindoshlar, biz bu yerda hayoti dunyoda albatta inson uzun yashashni yaxshi ko'radi. 100 yoshdan ortiq yashashni yaxshi ko'radi. 200 yoshga yetishni yaxshi ko'radi. Shuning uchun dunyoda uzun ömür ko'rganlarning cho'lponliq talish musobaqalarimi ham bor. Ya'ni insondagi tafakkur mushu darajaga yetib yetdi qarindoshlar. Mushu darajaga yetdi. Ya'ni bunda bo'lgankan biz hayotimizni qadrlashimiz lozim. Qo'limizda bor fursatning hammani biz yaxshilikqa ishlatishimiz lozim qarindoshlar. Yaxshilikqa ishlatmasak, biz oxiratda jannatga kelmasak, bu dunyoda biz ming mol mulklik bo'layli, ko'p insonlar yaxshi odamda desin, biz o'zimizningki ish harakati bilan, xohishi bilan biz bu topgan mol mulkni, vaqtimizni yaxshilikqa ishlatmaydi ekanmiz. Biz Alloh taborak va taoloning oldidagi imtihondan o'tolmaymiz. Alloh taborak va taolo bizni bu imtihondan sog' salomat o'tishga nasib qilsin. Sirat köprükidan, fil sirat köprükidan salomat o'tishga nasib qilsin. Alloh taborak va taolo nomi amalimizni o'ng tarafdan, o'ng qo'limiz tarafdan berishga nasib qilsin. Va aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Fastaghfiruhu innahu huval ghafurur rahim.